Bu zolim hukumatlar, kufrga chaqirib turgan, islomdan man qilyapti hukumatlar. Bular o'rni yo'q bularda. Hech qanday. Na dunyoda, na oxiratda. Hech qanday qarori yo'q ularda. Shuning uchun dinga qarshi bo'lgan narsalarga qattiq qarshi bo'lishligimiz kerak. Zarra qadar itoat qilmasligimiz kerak. Tuppa-tuzuk musulmonlar, ilm o'qigan kishilar, tavhidni da'vo qilgan, Qur'on hadisni da'vo qilgan insonlar dinning xizmatini boshlaydi. Biroz muddatdan keyin qarasiz hamma narsani tark qilgan, yuribdi. Nima gap? Yo shu hukumat qo'ymayapti, man qilyapti. Shuning uchun endi qilmay yuribmiz. U man qilyapti u. Firavn rozi bo'lganmidi Musa alayhisalomga? Firavn izn berganmidi Musoga? Mayli Musa ozoz da'vat qilib ko'p da'vat qilmagan deganmidi? Yo Namrud izn berganmidi Ibrohim alayhisalomga? Abu Jahl izn berdimi? Kim izn berdi tarixda? Hammasi qarshi chiqdi. Agar Musa alayhisalom dinga xizmat qilmagan dedi, da'vat qilmasa, Firavn dushman bo'lmas edi. Ibrohim alayhisalom tavhidga chaqirmasa, din xizmatini qilmasa, Namrud qarshi chiqmas edi. Muhammad alayhisalom tavhidga chaqirmaganda, dinning xizmatini qilmasa, Abu Lahab, Abu Jahllar dushman bo'lmas edi. Zotan doim shuni talab qilishdi. Pul kerak bo'lsa pul beramiz senga, hukumat kerak bo'lsa hukumat beramiz, da'vat qilmagin. Payg'ambarimiz alayhisalom yo'q dedilar. Bir qo'limga quyoshni, bir qo'limga oyni bersalaringiz, men da'vat qila olaman dedilar. Oxiri hijrat qildilar, lekin da'vatni tark qilmadilar. Demak, payg'ambarimiz hayotidan butun payg'ambarlarning hayotini o'rganyapmizki, da'vatni tark qilishlik, din xizmatini tark qilishlik mumkin emas. Tark qildingizmi, diningizni tark qildingiz. O'sha zolim hukumatlarga itoat qildingiz. Bo'yin sundingiz, ularning xudoligini qabul qildingiz. Ularga o'zingiz bandaligingizni e'lon qildingiz. Sizni amalingiz joiz bo'lsa, nimaga shuncha payg'ambarlar buncha qiyinchiliklarni ko'rdi, sabr qilishdi? Nima keragi bor edi? Ular ham qilmay qo'yarsin edi. Qani Muhammad alayhisalomga pul beraman deyapti, hukumat beramiz deyapti. Xohlagan kishini aytgan, qizini olib beramiz deyapti. Bizni shu tavhidni bilgan, ahli sunnaman degan kishilarga bu zolim hukumatlar, kufr hukumatlar bularni bittasini ham qilgani yo'q. Pul beraman degani ham yo'q. Senga hukumatdan bir mansab beraman ham degani yo'q. Bir qovog'ini solib qo'ysa bas. Yetadi shu. Hayoti o'zgarib ketadi. Ertasi kuni qarasangiz, xuddi asilgan tuxumga o'xshab soqolni qirib tashlagan tagidan har kuni qirib yuribdi. Galstuklar taqib olgan, hech bir islomda alomati yo'q, hech bir sunnati yo'q, da'vati yo'q. Boshqa shu masjidga boradi, bo'lsa masjidga ham bormay qo'yadi. Uyida namoz o'qiydi. Yuraveradi. Islommi bu? Bu kufr bu, shirk bu. Bu bo'lishi mumkin emas. Ajib bir islomiyat, ajib bir aqida, ajib bir iymonki, kofir nima desa shuni qilinadi. Zolimlar xizmat qilmaganisa, tamom. Alloh xizmat qil deyapti-ku. Ayt deyapti-ku. Ma'rufga buyurgin, nahiydan qaytargin deyapti-ku. Allohning minglarcha hukmlari bor. Buni tashavvuraveramizmi? Hech e'tibori yo'qmi? Imtihon bo'ladi, Alloh taolo imtihon qiladi. Shuni kofirlar, zolimlar tahdid qiladi, sizni qo'rqitadi. Payg'ambarlarga tahdid bo'lmadimi? Siz bu islomga, Qur'on hadisga xilof bo'lgan narsalarga hech qadr qiymat bermang. Zarra qadar qadr qiymati yo'q ular. Shu johil musulmonlar ularga bir qiymat berib, ularga e'tibor berib yuribdi. Hech e'tibori yo'q unda. Hech kim emas. Hech kim emas. Qaysi hukumat bo'lsa bo'lsin. Amerika bo'ladimi, Rus bo'ladimi? Endi Amerika, Rusning hukumatlarini zarra qadar e'tibori bo'lmasa, boshqa hukumatlarni qo'ying endi, kichkina davlatlarni hech bu odam kulgisi keladigan narsa. Juda bir sharmandasilik holat. Shularni deb siz Robbingiz hukmlarini tark qilasizmi? Diningizni tark qilasizmi? Qani ketdi mana Firavunning hukumati. Millionlarcha insonlarni kofir mushrik qilib, xorlab, millionlarcha insonlarni orqasidan yugurtirib, sarson qilgan hukumat qani? Qani butun hamma insonlarni qo'rqitib, kufr shirkka majbur qilgan, din xizmatini tark qildirgan Namrud hukumati qani? Qani ketdi Leninning hukumati, kommunistlar hukumati qani Rossiyaning hukumati? Kecha millionlarcha musulmonlarni xorlab dindan chiqarib, millionlarcha ayollarning hijobini tortib olib, minglarcha olimlarni tililigicha o'ldirib turgan hukumatlar qani? Ism xolos bular. Namrudning hukumati, Firavnning hukumati, Leninning hukumati ism xolos. Yo'qolib ketaveradi. Bizning zamondagi bu kufr, zolim hukumatlar ham shunday. Bizning musulmonlar shu kufr, zolim hukumatlarga itoat qilib, dinning xizmatini tark qilishib, ilmni tark qilishib,
e'tiqodni tark qilib yurishibdi. Xo'sh, shu hukumat ularga rizq beryaptimi? Yo'q. Og'zingizagini ham tortib olyapti-ku. Og'zingizagini ham. Rizqni bermaydi, shu o'zi rizqingizni qo'yib qo'ymayapti-ku sizga. Shunda ham rozi emas-ku. Cho'ntagingizagini qo'ying, cho'ntagingizagini-ku o'ziniki qilib oling. Og'zingizagini ham tortib olyapti-ku. Endi yutaman sizni bo'yningizdan bo'g'ib, og'zidan chiqarib olyapti. Nimaga endi sizga va butun mahluqlarga rizq berib turgan Allohga ibodat qilmaysiz, xizmat qilmaysiz? Bu sassiq tikonga o'xshagan hukumatlarga xizmat qilasiz, ularni rozi qilasiz. Bormi Qur'on hadisda? Yo'q-ku. Biz kichkina masalaga tortishamiz namozda. Qarang, qo'lini qulog'iga tekizsinmi, tekizmasinmi? Achchig'imiz keladi. Kelmagan-ku bitta oyatda, birorta hadisda, biror imom qilmagan-ku deymiz. Lekin hukumatlarning ishlari unga e'tiroz qilinmaydimi? Ular nima desa qabul qilib ketilaveradimi? Oddiy bir ixlosli, bilmagan, ilmsiz namozxonni shuncha e'tiroz qilamiz, qarshi chiqamiz, kechirmaymiz uni. Bu Qur'on hadisda kelmagan, birorta imom qilmagan, qilmagin sen ham. Do'stligimiz uzilib ketsa ham uzilib ketsin deymiz. Gaplashmasang gaplashmay qo'y deymiz. Ammo hukumatga kelganda nima qilsa qilaveradi u. Hukumatda u. Yo'q. Shu oddiy insonlarga qanchalik mahkam turib, Qur'on hadisda bo'lgani bo'ladi, bo'lmagani bo'lmaydi desangiz, qanday aytib turgan bo'lsangiz, hukumatlarga ham shunday bo'lish kerak. Zamoningizni Firavniga, Navrutiga ham shu gapni gapirishligingiz kerak. Qur'on hadis nima degan bo'lsa shu bo'ladi, yo'q degan narsa bo'lmaydi. Sen kimsan sen deyishlik kerak. Hech kim emassan deng. Ayta olmaysizmi? Hijrat qiling. Allohning yeri keng. Nima qilasiz xor bo'lib yashab?